Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan kurs ishimizni ikkinchi darsini boshlaymiz. O'tgan darsimizda Krivaship shatunli mexanizmni 12 ta holatga bo'lib va shatunning massa markazini chizib, uning trayektoriyalarini belgilab olgan edik. Bugun sizlar bilan shu Krivaship shatunli mexanizmimizning 12 ta holati uchun tezliklar rejasini qurib chiqamiz. Buning uchun mexanizm tezliklar rejasini qurishdan oldin mexanizmimizga bir ko'z tashlab olamiz. Demak, Krivaship shatunli mexanizmning A nuqtasi bilamiz, aylanma harakat qiladi. Aylanma harakat qilganda bu tezligi o'zgarmas bo'ladi. Ya'ni bir xil tezlikda aylanadi. Xo'p, B nuqtasi esa portion ilgarilama qaytma harakat qiladi. B nuqtasining tezligi o'zgaruvchan hisoblanadi. Demak, yuqorgi chekka nuqtaga yetganda tezlik 0 ga teng bo'ladi va pastki chekka nuqtaga borgunicha u tezligi o'zgaruvchan hisoblanadi. Endi shu Krivaship shatunli mexanizmimizning A nuqtasining tezligini ko'rib chiqsak. A nuqtasining, demak, burchak tezligi quyidagi formula bilan topiladi. Omega 1 teng pi ko'paytirilgan n1 taqsim 30. Ya'ni bu yoqda pi 3.14 ga teng. n1 o'rniga esa bizda o'zimizning variantimizda bor. Yuqoridagi qiymatni qo'yamiz. Mana n1 155 aylana taqsim minut. Shuni qo'yadigan bo'lsak, 16.22 1 taqsim sekund birlikda omega 1 ning qiymati kelib chiqdi. Omega 1 bu burchak tezlik. Demak, burchak tezlik bilamiz. Nuqtaning o'zgarishini graduslarda ifodalaydi. Krivaship A nuqtasining chiziqli tezligi esa omega 1 ko'paytirilgan LOA formula orqali topiladi. Boya aytganimizdek, A nuqtasining tezligi o'zgarmas bo'ladi. Hamma nuqtalarda bir xil, ya'ni formuladan ko'rinib turibdi, 1.22 metr taqsim sekundga teng bo'ladi. Endi tezlik rejasining masshtab koeffitsiyentini topib olamiz. Tezlik rejasining masshtab koeffitsiyenti mu v deb belgilanadi va va taqsim pa formula bilan topiladi. Bu yerda va yuqorida topilgan chiziqli tezligi A nuqtaning 1.22 ga teng. Buni o'rniga qo'yamiz. Pa esa bu uzunlik, ya'ni 50 mm ga teng. Buni ham ixtiyoriy tanlab olishimiz kerak. Biz 50 mm deb tanlab oldik va 0.24 metr taqsim sekund taqsim millimetr birligidagi qiymatga erishamiz. Endi qolgan nuqtalarining tezliklarini topib olishimiz uchun o'sha tezlik rejasini qurib chiqishimiz kerak bo'ladi. Endi chizmaga o'tadigan bo'lsak, boya aytganimizdek A nuqtasining tezligi o'zgarmas bo'ladi. Chiziqli tezlik aylanaga urinma radiusga perpendikulyar yo'nalgan bo'ladi. Ya'ni mana birinchi holat uchun chizadigan bo'lsak, chiziqli tezligimizda soat strelkasi bo'ylab harakat qilyapti mexanizmimiz. Shuning uchun aylanaga urinma va o'sha A1 holat uchun radiusga perpendikulyar yo'nalyapti mana. Endi birinchi holat uchun A1 uchun tezlik rejasini qurib chiqamiz. Buning uchun listning ixtiyoriy joyidan qutb nuqtasi P ni belgilab olamiz. Mana ixtiyoriy joyidan belgilab olsangiz bo'ladi. Misol uchun men bu yerdan belgiladim va bu nuqtani qutb nuqtasi, ya'ni P deb belgilayman. Mana P qutb nuqtasi. Bu birinchi holat uchun. Endi shu qutb nuqtasidan biz tanlab olgan 50 mm kesmani radiusga perpendikulyar ravishda chiziqli tezlik yo'nalishida, ya'ni radiusimiz mana Krivaship O'dan A1 gacha bo'lgan masofa shu chizig'imizga perpendikulyar bo'lishi kerak va chiziqli tezlik yo'nalishida bo'lishi kerak. Mana chiziqli tezlik yo'nalishida 50 mm lik
kesma chizamiz. 50 millimetrlik kesma chizib oldik. Yo'nalishini belgilab qo'yamiz. Endi kesmaning ikkinchi uchini birinchi holat uchun A1 nuqta deb belgilaymiz. A1 nuqta. A1 nuqta deb belgiladik. Endi shu A1 nuqtadan shatunga perpendikulyar, ya'ni A1 holat uchun shatunimiz mana A1 dan B1 gacha bo'lgan masofa. Ya'ni bu A1 B1 to'g'ri chizig'iga perpendikulyar qilib A1 nuqtadan to'g'ri chiziq chizamiz. Uzunligi ixtiyoriy. Mana to'g'ri chiziq chizib oldik. Bu shatunimizga perpendikulyar bo'lyapti. Mana shatunga perpendikulyar yo'nalyapti. Endi B nuqtamizning tezlik yo'nalishi pastga qarab yo'naladi. Chunki po'rshin yuqoriga chekka nuqtadan pastga chekka nuqtaga harakatlanyapti. Tezlik ham pastga qarab yo'nalgan bo'ladi. Shuning uchun P qutb nuqtasidan pastga qarab to'g'ri chiziq chizamiz. To'g'ri chiziq chizdik. Demak, ikkita to'g'ri chiziq kesishgan nuqtasi bizda B1 nuqta bo'ladi. Ya'ni belgilab qo'yamiz B1 nuqta deb. Mana B1 nuqta deb belgiladik. Yo'nalishlarni belgilab qo'yamiz. Demak, B nuqtaniki Pdan pastga qarab yo'naladi. Ortiqcha chiziqlarni demak keyin o'chirib tashlaymiz. Mana B1 nuqtamizni topib oldik. Endi biz bilamizki, S nuqtamiz shatunning markazi hisoblanadi. Ya'ni A dan B gacha bo'lgan masofaning o'rtasi. Endi tezlik planida ham A1 dan B1 ning markazidan S nuqtani topib olamiz va uni qutb nuqtasi F bilan birlashtiramiz. Mana buni yozib qo'yamiz. S birinchi holat bo'lganligi uchun 1 nuqtasi. Mana chizib oldik. Bu birinchi holat uchun tezlik rejasi, ya'ni tezlik plani edi. Birinchi holatdagi tezlik plani quyidagiga teng bo'ldi. Endi buni ustiga birinchi holat deb yozib qo'yamiz. Bir raqamni qo'yib qo'ydim. Biz adashib ketmasligimiz uchun har bitta holatni tartib bo'yicha chizsak, o'zimizga yaxshi bo'ladi, keyinchalik adashib ketmasligimiz uchun. Endi ikkinchi holatga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi holatda xuddi shunday ketma-ketlikda chiziladi. Ikkinchi holat uchun chiziqli tezlik biz bilamiz, radiusga perpendikulyar, aylanaga urinmaydi. Mana yo'nalishini belgilab qo'yamiz. Chiziqli tezligimiz yo'nalishi. Endi xuddi shu yo'nalishda qutb nuqtasini tanlab olamiz birinchi. Qutb nuqtasi mana ixtiyoriy joyda tanlash kerak. Mana tanladim. Buni P nuqta deb belgilaymiz. Mana P nuqta deb belgiladim. Endi shu qutb nuqtasidan radiusga perpendikulyar, ya'ni A2 masofaga perpendikulyar qilib 50 mm uzunlikdagi kesma chizaman. Perpendikulyar qilib 50 mm qilib chizdik. Buni yo'nalishini belgilab qo'yamiz yana. Endi ikkinchi uchini A2 deyman, chunki bu ikkinchi holat edi. Shuning uchun A2 nuqta deb belgilayman. Endi shu A2 nuqtadan shatunga perpendikulyar, mana A2 dan chiquvchi to'g'ri chiziq, ya'ni A2 B2 to'g'ri chizig'iga perpendikulyar qilib to'g'ri chiziq chizamiz. Uzunligi ixtiyoriy va P qutb nuqtasidan
B ning tezlik yo'nalishi, ya'ni pastga qarab yo'nalyapti hali. Shuning uchun pastga qarab to'g'ri chiziq chizaman. Ikkalasi kesishgan nuqtani B2 deb belgilaymiz, chunki bu ikkinchi holat uchun. Mana belgiladik, yo'nalishlarni belgilaymiz endi. Yo'nalishi B2 pastga, ortiqcha chiziqlarni o'chirib tashlaymiz va A2 B2 ning o'rtasidan S2 nuqtasini topib qo'yamiz. Mana S2 yozib qo'yamiz. Ikkinchi holat uchun ham tezlik rejasi qurildi. Mana buni ham ikkinchi holat deb yozib qo'yamiz. Ikkinchi holat deb yozib qo'ydik. Endi uchinchi holat uchun tezlik rejasini tuzamiz. Uchinchi holat uchun tezlik rejasini tuzadigan bo'lsak, yana radiusga perpendikulyar qilib soat strelkasi yo'nalishida to'g'ri chiziq chizadigan bo'lsak, bu bizni chiziqli tezligimiz, A nuqtaning chiziqli tezligining yo'nalishi bo'ladi. Mana to'g'ri pastga qarab yo'nalyapti. Endi list ixtiyoriy joyidan yana qutb nuqtasi P ni topib olaman. Mana P ni belgiladim va P nuqta deb yozib qo'yamiz oldiga. Endi yana radiusga perpendikulyar, ya'ni krivashipga perpendikulyar qilib P nuqtasidan 50 mm lik kesma chizamiz. 50 mm lik kesma chizdik. Endi ikkinchi uchini A3 deb yozib qo'yamiz. Chunki bu uchinchi holat uchun. A3 deb yozib qo'ydik. Endi biz shu joyda A nuqtasidan shatunga perpendikulyar qilib to'g'ri chiziq o'tkazishimiz kerak va P nuqtasidan to'g'ri pastga tezlik yo'nalishi bo'yicha, tezlik pastga qarab yo'nalyapti. Shuning uchun pastga to'g'ri chiziq chizishimiz kerak edi. Agar to'g'ri chiziq chizadigan bo'lsak, ko'rib turibsizki, PA3 to'g'ri chizig'i bilan ustma-ust tushib qoladi. Shuning uchun B3 nuqtamiz ham xuddi shu joyda joylashib qoladi. B3 deb yozib qo'yamiz va S3 nuqtamiz ham xuddi shu joyda joylashadi. Bu uchinchi holat uchun tezlik rejasi edi. Uchinchi holat deb yozib qo'yamiz. Endi to'rtinchi holat uchun tuzadigan bo'lsak shu tezlik rejasini, xuddi yana radiusga perpendikulyar qilib yo'naladi. Chiziqli tezlik yo'nalishida krivashipga perpendikulyar va pastga qarab yo'naladi soat strelkasi yo'nalishi bilan. Endi ixtiyoriy joydan P qutb nuqtasini belgilab olaman. Misol uchun mana P qutb nuqtasi belgilab oldim. P deb yozib qo'ydik, qutb nuqtasini tanladik. Endi to'rtinchi holat uchun krivashipga perpendikulyar qilib P qutb nuqtasidan 50 mm lik kesma chizamiz. Mana chizdik. Yo'nalishini belgilab qo'yamiz. Ikkinchi uchini A4 deymiz. Chunki to'rtinchi holat. Endi A3dan to'rtinchi holat uchun shatunga perpendikulyar qilib, mana shatunimizga perpendikulyar qilib A3dan to'g'ri chiziq chizamiz. Ixtiyoriy uzunlikda to'g'ri chiziq chizdik. Bu shatunga perpendikulyar yo'nalyapti. Keyin P qutb nuqtasidan tezlik B nuqtaning tezligi yo'nalishida to'g'ri chiziqdan B nuqtaning tezligi hali ham pastga qarab yo'naladi. Shuning uchun pastga chizamiz va bu nuqtani B4 deb nomlab qo'yamiz.
4. Ortiqcha chiziqlarni o'chirib qo'yamiz va yo'nalishlarni belgilab chiqamiz. Keyingi qiladigan ishimiz A4 va B4 o'rtasidan S4 nuqtani topish. Hop, mana topdik. Uni S4 deb nomlaymiz endi. S4 deb nomladik. 4-holat uchun tezlik rejasi ham tayyor bo'ldi. Endi buni 4-holatda yozib qo'yamiz. 4-holat yozib qo'ydik. Endi 5-holat uchun chizadigan bo'lsak, 5-holat uchun ham xuddi shunday. Kriva shipka perpendikulyar va soat strelkasi yo'nalishida to'g'ri chiziq chizamiz. Bundan oldin qutb nuqtasi P'ni listni ixtiyoriy joydan belgilab olamiz. Misol uchun mana shu yerdan men qutb nuqtasini belgilab oldim mana. Endi kriva shipga perpendikulyar qilib chiziqli tezlik yo'nalishida to'g'ri chiziq chizaman. Uzunligi 50 mm. Yo'nalishini belgilaymiz. Ikkinchi uchini esa A5 deb nomlab qo'yamiz. A5 deb nomladik. Endi shu A5 nuqtadan shatunga perpendikulyar qilib, mana shatunimiz, shatunga perpendikulyar qilib to'g'ri chiziq chizamiz. Uzunligi ixtiyoriy va P nuqtasidan tezlik yo'nalishida to'g'ri chiziq chizamiz. B nuqtaning tezligi hali ham pastga qarab yo'naladi, demak pastga qarab chizamiz. Ikkalasi kesishgan nuqtani B5 deb belgilaymiz. Ortiqcha chiziqlarni o'chiramiz va yo'nalishini belgilab qo'yamiz. Va A5 B5 kesmamizning markazidan S5 nuqtani topib olamiz. Va S5 deb yozib qo'yamiz. Mana bu 5-holat uchun tezlik rejasi qurildi. 5-holat deb yozib qo'yamiz. 5-holat. Endi 6-holatda. 6-holatda kriva shipga perpendikulyar qilib tezlik yo'nalishini qo'yadigan bo'lsak, demak u gorizontal to'g'ri chiziqdan iborat bo'ladi. Mana tezlik yo'nalishi soat strelkasi bo'ylab bu tarafga qarab yo'nalyapti. Endi qutb nuqtasini belgilab olamiz. Ixtiyoriy joyda mana qutb nuqtasi belgilab oldim. Buni P nuqta deb yozib qo'yaman. Va shu P nuqtasidan kriva shipga perpendikulyar qilib yo'naltiradigan bo'lsam, demak gorizontal to'g'ri chiziq bo'lib qoladi. 50 mm uzunlikdagi to'g'ri chiziq chizaman va yo'nalishini belgilab qo'yamiz. Endi ikkinchi uchini A6 deb yozib qo'yamiz. A6 nuqta. Endi shu joyda bitta narsaga e'tibor berish kerak. Demak, 6-holda porshonimiz pastki chekka nuqtaga yetib boradi. Pastki chekka nuqtaga borgandan keyin porshon to'xtaydi. To'xtagandan keyin aniqki tezligi ham 0 ga teng bo'ladi. Demak, B nuqtamizning tezligi shu joyda 0 ga teng. Demak, 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, P nuqta bilan ustma-ust tushib qoladi. S nuqtamiz esa shu kesmaning markaziga teng bo'ladi. Bu joydan belgilab qo'yamiz. S6 nuqta deb belgilab qo'ydik. Mana 6-holat uchun tezlik grafigi ham qurib olindi. 6-holatda yozib qo'yamiz. Endi 7-holat uchun tezlik grafikini quramiz. 7-holat.
7-chi holat uchun quradigan bo'lsak, tezlik soat strelkasi bo'ylab krivashipga perpendikulyar yo'nalyapti mana. Perpendikulyar yo'nalyapti. Qutb nuqtasi P ni belgilab olamiz. Listning ixtiyoriy joyidan mana belgilab oldim. P nuqta. Endi shu qutb nuqtasidan chiziqli tezlik yo'nalishida krivaship mana krivashipga perpendikulyar qilib 50 mm uzunlikdagi chiziq chizamiz. Yo'nalishini belgilab qo'yamiz. Mana yo'nalishini belgiladik. Ikkinchi uchini A7 deb belgilaymiz, chunki 7-chi holat. A7 deb belgiladik. Endi A7 ikkinchi uchidan shatunga perpendikulyar qilib, shatunga perpendikulyar ravishda to'g'ri chiziq chizamiz. Bu tepadan yo'nalyapti. Nimagaki? Endi B nuqtani yo'nalishi, tezlik yo'nalishi tepaga qarab yo'nalyapti. Chunki portion pastki chekka nuqtadan endi yuqori chekka nuqtaga qarab harakatlanyapti. Shuning uchun P nuqtadan yuqoriga qarab to'g'ri chiziq chizishimiz kerak. To'g'ri chiziq chizadigan bo'lsak, chizdik. Ikkalasi kesishgan nuqtani B7-chi nuqta deb belgilaymiz. B7-chi nuqta. Ortiqcha chiziqlarni o'chirib chiqamiz va yo'nalishlarini belgilab qo'yamiz. Yo'nalishlari demak B nuqtaniki tepaga qarab yo'nalyapti tezligi. A nuqtadan yo'nalishida A7 va B7 ni markazidan S7-chi nuqtamizni topib olamiz va S7 deb yozib qo'yamiz. Mana yozib oldik. Bu bizda 7-chi holat. 7-chi holat deb yozib qo'ydik. Endi 8-chi holat uchun yozadigan bo'lsak, demak krivashipga perpendikulyar va soat strelkasi yo'nalishida tezlik mana shu tezlik yo'nalishi bo'ladi. Qutb nuqtasini tanlab olaman listning ixtiyoriy joyidan. Qutb nuqtasini belgilab oldim. Shu qutb nuqtasidan endi krivashipga perpendikulyar qilib 50 mm uzunlikdagi kesma chizaman. Yo'nalishini belgilab qo'yamiz. Va ikkinchi uchini A8 deymiz. 8-chi holat uchun. A8-chi nuqtadan shatunga perpendikulyar qilib to'g'ri chiziq chizamiz. Mana shatunga perpendikulyar qilib to'g'ri chiziq chizamiz va P qutb nuqtasidan tezlik yo'nalishida to'g'ri chiziq chizamiz. Ikkalasi kesishgan nuqtani B8 deb belgilaymiz. B8 deb belgiladik. Ortiqcha chiziqlarni o'chiramiz va yo'nalishlarni belgilab qo'yamiz. Belgiladik. Demak, bu 8-chi holat uchun tezlik rejasi edi. 8-chi holatga yozib qo'yamiz va 9-chi holatga o'tamiz. 9-chi holatga o'tadigan bo'lsak, demak tezligimizning yo'nalishi to'g'ri tepaga qarab yo'naladi. Chunki krivashipga perpendikulyar qilib aylanib urinma to'g'ri chizadigan bo'lsa, u tepaga qarab yo'naladi. Qutb nuqtasini belgilab qolamiz ixtiyoriy joydan va A nuqta deb yozib qo'yamiz. Endi shu qutb nuqtasidan krivashipga perpendikulyar qilib yuqoriga 50 mm uzunlikdagi kesma chizamiz. Yo'nalishi tepaga
ikkinchi uchini A9 deb yozib qo'yamiz. A9 deb yozib qo'ydik. Endi bu nuqtadan A nuqtadan shatunga perpendikulyar to'g'ri chiziq o'tkazishimiz kerak edi va P nuqtadan tezlik yo'nalishida to'g'ri chiziq o'tkazsak, u ham to'g'ri tepaga yo'naladi. Shuning uchun B9-nuqta A9-nuqta bilan ustma-ust tushib qoladi. Bu yoqqa yozib qo'yamiz B9 deb. Va S9-nuqtamiz ham xuddi shu joydan o'rin oladi. Mana yozib qo'ydik. Bu bizda 9-holat bo'ldi. Yozib qo'yamiz 9-holat. Va 10-holatga keldik. 10-holatga xuddi shunday krivashipga perpendikulyar qilib yo'naltiradigan bo'lsak, aylanaga urinma to'g'ri chizig'imiz quyidagicha yo'naladi. Endi qutb nuqtasini belgilab olamiz listning ixtiyoriy joyidan. Buni belgilab oldik. P deb yozib qo'yamiz. P nuqta. Va krivashipga perpendikulyar qilib shu P nuqtadan 50 mm uzunlikdagi kesma chizamiz. Bu yo'nalishini ham belgilab qo'ydik. Va ikkinchi uchini A10 deb yozib qo'yamiz. Buni yozib qo'ydik. Endi A uchidan shatunga perpendikulyar qilib 10-holat uchun shatunimiz shu shatunga perpendikulyar qilib to'g'ri chiziq chizamiz. Mana chizdik, uzunligi ixtiyoriy. Endi qutb nuqtasi P dan yuqoriga to'g'ri chiziq chizamiz, chunki B nuqtamizning tezligi yuqoriga yo'naladi. Ortga chiziqlarni o'chiramiz va uni B10 deb belgilab qo'yamiz. Yo'nalishlarni belgilaymiz. Va A10, B10 nuqtalari markazidan S10-nuqtani topib olamiz. S10 deb yozib qo'ydik. Demak, bizda bu 10-holat uchun tezlik rejasi edi. 10-holat deb yozib qo'ydik buni. Endi 11-holat uchun chizadigan bo'lsak, hali ham krivashipga perpendikulyar soat strelkasini marshruda yo'naltiradigan bo'lsak, tezligimiz shu tarafga qarab yo'nalar ekan. Qutb nuqtasini belgilab olamiz. Bu P nuqta edi. P nuqta belgilab oldik. Endi krivashipga perpendikulyar qilib shu P nuqtasidan 50 mm uzunlikdagi kesma chizamiz. Bu nuqtani A11 deb belgilaymiz. A11 yo'nalishini belgilab qo'yamiz. A11-nuqtadan endi shatunga perpendikulyar qilib 11-holat bo'yicha shatunga perpendikulyar qilib to'g'ri chiziq chizamiz. Uzunligi ixtiyoriy. P nuqtanidan B nuqtani topishimiz uchun to'g'ri tepaga to'g'ri chiziq chizamiz va buni A11 deb belgilab qo'yamiz. B11-nuqta. Ortcha chiziqlarni o'chirib, yo'nalishlarini belgilab qo'yamiz. A11 va B11 markazidan S11-nuqtani topib belgilab qo'yamiz. S11-nuqtani ham topib oldik. Bu bizda 11-holat edi. 11-holat deb yozib olamiz. Xo'p, endi 12-holatimiz bilamiz A 0 nuqta bilan ustma-ust tushadi.
krivashibga perpendikulyar qilib solishtirib o'tkazib yo'nalishda yo'naltiradigan bo'lsak, demak gorizontal to'g'richilikdan iborat qoladi. Qutb nuqtasini belgilaymiz. Shu qutb nuqtasidan krivashibga perpendikulyar qilib to'g'ri chiziq chizsak, gorizontal to'g'ri chiziq bo'ladi. Uzunligini 50 mm qilib chizamiz va ikkinchi uchini A12 deb belgilaymiz. Yo'nalishini belgilaymiz. Xo'p, demak shu joyda B nuqtaning tezligi to'g'ri tepaga yoki pastga qarab yo'naltiradigan bo'lsak, A2 dan chiqadigan shartga perpendikulyar to'g'ri chizig'imiz bilan B nuqtada kesishadi va B bilan ustma ust tushib qoladi. S nuqtani topishimiz uchun shu kesmaning markazidan B nuqtaga masofa S nuqta hisoblanadi. Mana S nuqta deb belgilab qo'yamiz. S2. Mana topib oldik. Bu bizda 12-chi holat. 12. Mana 12-chi holatni topib oldik. Demak, bizda 12 ta holat bo'yicha tezlik rejasini qurib bo'ldik. Quyidagicha joylashtirsak listga maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, tezlik rejasini joylashtirishimiz uchun mana joy qolishi kerak. Bugungi darsimiz tezlik rejasi edi. Shu tezlik rejasini qurish. Keyingi darsimizda tezlanish rejasini qurishni sizlar bilan birga o'rganamiz. Hammaga rahmat.